Assalomu alaykum, Katyolus-kan hurmatli tomoshabinlari. Bugun 2026-yil 17-mart sanasiga Qirg'iziston Respublikasi O'zgan shahriga 245 kilovatli o'zimiz ishlab chiqargan 3 eshikli 400 kvadrat metrga yetadigan stadion ko'mirli katyollarimizni hamda Namangan viloyati 3 tumaniga 300 kvadrat xonadonli stadion ko'mirli katyollarimiz hamda 5 ta o'zini sendvichli kondensat bermaydigan katyolni bir me'yorda, bir maromda ishlatib turadigan dimoxodlarni dastavka beryapmiz. Mana Qirg'iziston Respublikasiga va Namangan viloyatiga. Dimoxodlarimizning narxi 1,20 cm, 150 diametrlik bir donasi 410 ming so'mdan bo'ldi. Zakazga 30 kilovatli katyolni lisini 4 mm qilishgan. Pod zakazga katyol 9 million so'm bo'ldi. Qirg'iziston Respublikasining katyollari ventilyatorlarini chiqarib qo'yganmiz, sinib ketishi mumkin yuk ortilganda. Shuning uchun bular narxi 9,5 million so'mdan bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona ko'mir qozonlar markazi aloqada. Siz istagan ko'mirli katyollar chetda. Rossiyskiy deysizmi, o'zimiz ishlab chiqargan deysizmi, hammasidan 20 xildan ortiq katyollar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Tepadagi raqamlarga Telegramdan lokatsiya so'zini yozib qo'ysalar, joyimiz manzil tashlab beramiz. Kelib bemalol tanlovni qilib, aytsalar, shunaqa qilib dastavka qilib beramiz. Qaysi katyol narxi qiziq kommentariyaga yozinglar, xudo xohlasa javob berishga harakat qilamiz. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz.